Bugun sizlar bilan Osiyo faxri bo'lgan Hisori qo'y zoti haqida gaplashamiz. Ketdik. Hisor qo'y yoki gissar bu nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyoda e'tirof etilgan eng yirik go'sht yog'li zotlardan biri hisoblanadi. Kelib chiqishi va tarixi. Hisor zotining shakllanishi juda qadimga borib taqaladi, lekin zot sifatida 20-asr boshlariga borib o'rganila boshlangan. Bu zot Tojikistonning Hisor vodiysida mahalliy qo'ylarni Pamir, Buchora va Andijon yog'li zotlari bilan tabiiy seleksiya asosida chatishtirish orqali yaratilgan. 1930-1940-yillarda bu zot rasman tasdiqlangan va seleksiya ishlari boshlangan. Biologik va mahsuldorlik ko'rsatkichlari: erkak qo'chqor og'irligi 130-180 kg, ayrim hollarda 190 kg gacha yetadi. Urg'och qo'ylar og'irligi 70-90 kg, kurdiyuk dum og'irligi 25-30 kg, yiliga go'sht berish hajmi 40-55 kg, bir bosh uchun so'yilgan go'sht so'yim chiqimi 52-58%, ayrim hollarda 60% gacha, yoshiga yetish muddati 4-5 oyligida, tug'ilishdagi og'irlik 4,5-5,5 kg, jun hosildorligi 1,5-2 kg. Iqlimga chidamliligi: Hisor qo'ylari cho'l, dasht va tog'li hududlarga juda moslashgan, yil davomida ochiq yaylovda boqilsa ham sog'lig'i mustahkam bo'ladi. Issiq va sovuq haroratlarga chidamliligi yuqori. Reproduktiv xususiyatlari: yiliga bir marta tuqqanida 80-90% nasldorlikka ega. Ba'zi hollarda ikkita egizak tug'ilish holatlari kuzatiladi. Oziqlanish xususiyatlari: Hisor qo'ylari kam xarj yem-xashakda ham tez semirishi mumkin. Ayniqsa qurg'oqchil yaylovlarda ko'p suv va ozuqa talab qilmaydi. Bu esa ularni iqtisodiy jihatdan foydali qiladi. Bugungi kunda Hisor qo'ylari Rossiya, Qozog'iston, Afg'oniston va Eronda faol yetishtirilmoqda. AQSh va Avstraliyada ham tajriba sifatida yetishtirish ishlari boshlanganligi haqida ma'lumotlar bor. Qiziqarli faktlar: O'zbekistonda ayrim Hisor qo'chqorlari 200 kg dan oshiq og'irlikka erishgan. Bu zot juda barqaror genetik liniyaga ega, nasl berish sifati yuqori. Dumi yog'li bo'lib, tarkibida A, D, E vitaminlari va to'yimli yog' kislotalari mavjud. Hisor go'shti boshqa zotlarga qaraganda shifobaxsh va to'yimli bo'lib, bozorda yuqori narxda sotilishi mumkin. Bu videoni qo'yga qiziqadigan barcha do'stlaringizga yuborib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.